21 yil 23 aprel 2021 gод 23 aprelga bemorimiz necha yosh? 1 yosh 7 oylik. 1 yosh 7 oylik, 1 год 7 месяцев. К нам обратилась первый раз. Qachon bizga murojaat qilgansizlar? 10 aprelda. 10 апреля в этом году. Bu yil, demak 10 aprelda murojaat qilishgan. 10 апреля в этом году, значит, обратились к нам. С диагнозом гидроцефалия, малформация Арнольда Киари, отставание психофизического развития и жалобы были на что не ходит, не живет, сон нехороший, все время запоры. Ну, в общем, вот такие были у нее были жалобы. Мы сделали здесь полное обследование и начали стационарное лечение. После нашего стационарного лечения ребенок начал ходить. Yurishni boshladimi? O'zingiz gapirib bering, nima o'zgarishlar? Bu bunday yotqizib qo'ysam o'tirolmasdi o'zi. Keyin hozir yotqizib qo'ysam o'zi o'tiroladigan bo'ldi. Keyin narsalar ushlab turolmasdi. Narsalar ushlab turadigan bo'ldi. Keyin mana tizzasi bukilmasdi-da, tayoqdek turardi-yu, o'zi o'tirmasdi. Hozir o'zi o'tiradigan bo'ldi. Tizzasini stol ustiga qo'ying-chi. Oyog'ida bor, oyog'ida. Oyog'ini qo'yavering, muammo. Bitta o'tirib. Hozir normalniy turibdi. Shunaqa bo'lmasdi. Yo'q, bunday tizzasi bukilmasdi. Здесь я хочу одно замечание сделать. Видите, у ребенка живот открыто. Keyin anandaqa ovqat yemasdi, faqat kasha ichardi. Keyin chaynash refleksi yo'q edi. Hozir ovqatlar yeb ketdi, chaynabdi. Hamma narsa yeb, ishtahalar yaxshilandi. Uyqulari yaxshilandi. Keyin mana ikkita manera rosa katta edi, kichraydi boshi. O'zgarishlari yaxshi, chaqqon bo'lib ketdi. Pitir-pitir o'tirmaydigan bo'ldi. Avval o'tirib, uncha o'ynab o'tiraverardi hozir. Boshini aylanasi nechi edi? 51 edi. Окружность головы 51. У нас, когда мы 3-4 назад там мы измерили, 50 с чем-то было, ну, меньше 51. Ну, особенно здесь, дети, ko'proq chakka qismlari kichraydi. Xudo olib qaraganda ham peshonasi oldiga o'sib ketgan, yondan olsangiz ham chakka qismlari ancha kichrigan. Ko'zlari ham oldiga chiqdi-da, to'g'ri ichkariga kirib ketgan. Ko'zlari ham demak o'nglandi. Мама говорит, что жевательный рефлекс появился, начал правильно наступать. Раньше коленем суставы ноги не сгибалось. Ребенок стал более живой. Самостоятельно наступает, держит голову, активнее стал. Височный отдел окружности головы уменьшилась, окружность теменных отделов тоже уменьшилась, и глаза стали нормальными. Это со слов матери. У нас на so'zidan eshitdilar qanaqa o'zgarishlar bo'lganini. Так, теперь давайте понаблюдаем, какие у них изменения, значит, в томографии. Томография у них следующие изменения. Вот давайте я почитаю. МРТ признаки малформации Арнольда Киари первого типа с эктопией миндалин мозжечка, тело умеренное от большой затычной артерии первой степени, МРТ признаки гипоплазии мозолистого тела, умеренной атрофии больших полушарий головного мозга с симметричной внутренней гидроцефалией. Yani Arnoldi Kиари sindromi bu katta ensa teshikchasiga miyachani tilchalari kirib qoladi, qisilib qoladi va munguz tanacha yo'q bu yerda, kam rivojlangan hamda demak ichki gidrosefaliya diagnozlari bor. Endi shu xulosani mana isboti. Mana ko'rsa bo'ladi shu xulosani isbotini. Yana bir qator muammolari bor ichaklarida. Bularni ham hammasini qo'shib davoladik. Alloh shifosini bersin. Niyatlaringizga erishing. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shu nimani ko'rayotganlar duo qilib qo'yinglar shu bolani. Alloh shifosini bersin. Xayr bo'lmasa. Hay молодец, hay молодец. Rahmat. Alloh shifosini